Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda bizni kuzatib turgan YouTube olami aziz tomoshabinlar, xudo xolasa eshik derazalar haqida bo'ladi bugungi ishimiz. Juda ko'pchilik eshik deraza qo'yayotganda mana shu o'rtadagi ustuniga ahamiyat bermaydi. Deraza bilan eshikning o'zini yopishtirib tashlaydi mana. Bizda buning yechimi bor. Ko'ringlar, mana ustun va shu baqvat bo'lgan. Mana bu tomonga ham qo'yilgan. Eshiklarning ochilib yopilishi mana. Shu yopilishini o'zi sizlarga dam beradi, uni ko'rasizlarmi? Mana. Xo'p, bu ichkaridan ko'rinish qismi. Tonirovka bo'lgan oynamiz. Hozir tashqarisidan ko'rsaman chiroyli qilib. Xo'p, buni biz qo'ydik, mana yangi qo'yilgan hozir. Hozir eskisini ko'rsataman. Eskisida nima xatoliklar bo'lgan, bu sizlarga aytib o'taman. Shu eskisida nima xatoliklar bo'lganini. Ko'ringlar, mana juda ham sifatli, hamma rangi bor. Sizlar xohlagan rangda, sizlar xohlagan razmerda chiroyli qilib yasab uстановка qilib beramiz. Aziz tomoshabinlar, kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Tagidagilarni ko'ryapsizlar, mana birlarni ham baqvatdan qo'yilgan. Hozir mana shu yangi qo'yilganlar mana ko'ringlar, bitta baho berasizlar. Nima xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana bu oldin qo'yilgan o'sha xatoliklarni sanab o'taman, ko'ryapsizlar aziz tomoshabinlar. Xo'p, xatoliklari mana shu o'rtadagi ustuni bo'ladi mana. Ko'ringlar, mana shu mana buga tunuka bilan apshika qilish kerak bo'ladi. Mana buga profil qo'yib qo'ygan stollar. Mana ko'ryapsizlar, profil qo'yilgan. Mana to'rtburchak. Hozir biz uyning nar tomoniga uстановка qilganmiz. Mana shular eski qo'yilgan, oldin qo'yilgan, buni boshqa stollar qo'ygan. Ana shu xatoliklarni qilmasliklarini so'rab qolamiz sizlardan mana. Fon ustun temir qo'yilgan mana, ko'ryapsizlarmi? Bu oyna yopishmagan, ochilib qolgan mana bu nimalari. Hozir men sizlarga bu tomonni ko'rsataman, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Hozir men uy tomonni ko'rsataman sizlarga. Xo'p, mana aziz tomoshabinlar, ko'ryapsizlarmi? Xatoliklarni vahshiy ustunlari rangiga to'g'ri kelmaydi, uni kraskalar ham bo'lmaydi, keyin qop-qora qilib qo'yilgan. O'shanga xatoliklarni qilmasligiga so'rab qolaman. Ko'ryapsizlar, mana patchka yangi qo'yildi. Hozir tomonlarni ko'rsatamiz. Xo'p, mana aziz tomoshabinlar, biz qo'ygan eshik derazalar, mana ko'ryapsizlar, fortchkalari, bu yoqlar hammasi qo'yilgan. Yangi qo'ydik. Hech qachon uylarni arzon ustalarga, arzon eshik derazaga, arzon tunikafonchilarga topshirib qo'ymanglar. Nimaiki o'sha nimaiki arzon bo'lsa, narxi arzon bo'lsa, shunga yarasha ishning ham sifati shunga qarab bo'ladi aziz tomoshabinlar. Mana buni mana biz qo'yganmiz, hozir ko'rasizlar. Yaqinlashtirib ko'rsataman mana. Mana o'rtadagisini ko'rdinglarmi? Ustuni mana ranglari dahshat, bir xil, zavodisko shunaqa narsasi bo'ladi. Biz mana shu narsani mana uy egasiga tanishtirib, ko'ringlar, bu tomonlariga polni hamma joyga ana shundan qo'yilgan. Mana ustunlarni ko'ryapsizlarmi? Temir o'rniga nima qo'yilgan? Bir xil zavod. Zavod ham buni ko'rib xijolat bo'ladi aziz tomoshabinlar. Ko'ringlar, mana eshik derazani. Mana yaqinlashtirib ham ko'rsataman mana, ko'ringlar ranglarini va zavod. Buni ko'rgan zavod ham xijolat bo'ladi aziz tomoshabinlar. Kimga shunaqa sifatli eshik derazalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Kimga aloqa chiqishi bilasizlar o'zingizlar mana. Chotki qilib uстановка qilib berganmiz. Tunikafon sohasi, eshik deraza, uyingizni remont qilish kerakmi? Pol, patolog, yevro remont, fasad ishlari bo'lsa, aloqaga chiqinglar aziz tomoshabinlar. Ekrandagi nomerlarga mana ko'rdinglarmi? Ish sifati qanaqa bo'ladi mana? O'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar mana. O'rtadagi ustuniga zavod ko'rib xijolat bo'ladi buni mana. Dahshat chiqqanmi? O'zingizlar bitta baho berasizlar. Xo'p. Hamma rangi bor. Sizlar xohlagan rangda, sizlar xohlagan dizaynda yasab o'rnatib beramiz. Mana. Ko'ringlar, mana ranglari ham dahshat. Ajoyib mana. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar bizga. Biz doimo xizmatdamiz. Usta Muhriddin kanalida muzolashmanglar. Usta Muhriddin bilan birga bo'linglar. Bizda faqat ne только bu eshik deraza. Xo'p, yevro remont, fasad ishlari, pol, patolog, krisha ishlari, tunikafon patolog, eng asosiysi tunikafon patolog nomer 1. Eng zo'r patologlar faqatgina bizda yangi fasollar. Biz o'sha yangi fasollarni chiqizib tayyor qilib qo'yamiz, ustalarimiz keyin olib kopiya qilib urishaveradi. Shunaqa gaplar aziz tomoshabinlar mana. Uylarni hech qachon arzon ustalarga topshirib qo'ymanglar mana. Ko'ringlar. Juda ham sifatli bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Doimo sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bepul layklarni gimbillatib bosib qo'yamiz. Doimo sog' salomat bo'ling.